Bugun sizlarga aytsam, opa-singillarim, kecha ayajonim bilan ovqatlanib o'tirsak, siz ham bloger bo'ldim deb nima qilishni bilmay o'tiravermasdan ertaga vohli turib ishlaringizni tinchitib olib, kelgunimcha chimchim qilib qo'ying deb qolsalar bo'ladimi? Xo'p bo'ladi ayajon deb tursam, qo'limga 5000 so'mni berib, qo'shnimiznikidan pomidor olib chiqing dedilar. Voy ayajon, hozir 5000 ga 4 dona pomidor beradi. U yetmaydi-yu desam, 1 kilosi 1,5 so'm. Skitka pomidor sotishyapti. Kirib olib chiqing ko'p gapirmasdan deb kirgizvordilar. Qo'shni yo'q, qo'shnijon deb u yoq bu yog'idan o'tib 4 kilo pomidor olib chiqdim. Chimchim bo'lsa chimchimda deb ishimni qizil bolgarlarni urug'idan ajratib yuvib, ketidan o'sha 1,5 so'mlik 4 kilo pomidorlarni chirigini ajratib yuvib oldim. Ketidan chesnoklarni ham archib, keyin ko'kat va ukrop kaltakchalarini ham yuvib oldim. Blenderga pomidor, bolgar, chesnoklarni solib, birin-ketin maydalab, pishirish uchun birato'la qozonga solib oldim. Qozonni gazga qo'yib, ichidagi chimchim qaynab chiqqach, ko'katlarni maydalab to'g'rab solib, ukrop kaltakchalarini ham solib, tabga ko'ra tuzni ham soldim. Shu bilan 2 soatga past olovda qoldirib, 2 soatdan so'ng bankalar ichiga qaynoq suv quyib, 1-2 daqiqadan keyin chayqab to'kib olingan bankalarga shaqqillab qaynab turgan chimchimlarni solib, mahkam qilib berkitib issiq holida ko'rpaga sovib olgunga qadar o'rab qo'ydim. Tez-tez ko'rishib turishligimiz uchun like bosib, obuna bo'lishni unutib qo'ymang. Video yoqqan bo'lsa kommentariyaga 10, yoqmasa 5 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q.